Hozir mana masjiddagi, mana Qoratusdagi masjidda gilamlarini kecha taxlatib tayyor qildirib qo'yishgan ekan. Shunga hozir labo chaqirdik. Gabarit qaranglar. Buni hozir endi bongo chaqiradigan bo'ldik. Xudo xolasa Ramazon yaqin. Bularni bongoga solib, kattaroq yuk mashina shuni olib borib bersa, xudo xolasa chiroyli qilib yuvib yana qaytarib olib kelamiz. Hozir bongoda chaqirdik. 1-2 soatda keladi xudo xolasa. Biz laboga sig'maydik. Agarda bironta masjidda o'zingizlarga yaqin masjidlarda gilamlar bo'ladigan bo'lsa, o'zini homiylari bo'ladi. Biz arzon narxda, eng arzon narxida, hech kimga qilinmagan narxlarda shu gilamlarni yuvib, Ramazonga biz ham hissamiz qo'shishini xohlab, hamma masjidlarda gilamlarni yuvishga harakat qilamiz. Ulgurganimizcha Ramazonga. Xudo xolasa ushbu videoni shunaqa odamlarga jo'natib qo'yinglar. Meni nomimdan ham yuvilsin degan odamlar ham bo'ladi. Shularga jo'natib qo'ysanglar, ularga ham foydali, bizga ham foydali bo'ladi. Mana shunaqa katta gilamlar bo'lsa ham farqi yo'q. Mana Qoratusdagi masjid. Xudo xolasa chiroyli qilib ishni bitkazamiz.